tushunyapmanmi? Diqqat qisqa e'lon qidiruv deydi-yu. Qisqa bosuvchilik mana bunaqa qilamiz. Qaranglar, mana bunaqa dvogamizdan boya bitta kinema 46 razmerni olib ketganlar. Shimlarni o'ziga kattalik qilib, nuperdelka qilib olaman deb olib ketganlar-da. To'lovni karta orqali qilib beraman deb tashamay ketib qolibsiz kinema. Balki tushunmovchilik bo'lgandir, balki o'tmay qolgandir. O'shani to'g'ri tushungan holatda to'lovni qilib berib ketasiz degan umiddamiz. Bo'lmasa kameramizda bor, o'zingiz bilasiz. Xullas, hozircha kanalimizga beryapmiz, o'zimiz bilasiz, kuzatuvchi deb bildik. O'shaning uchun kelib, to'lovni qaytadan ko'rsatib, to'liq qilib ketsangiz, endi birov haqqi, birov anaqaga yuqmaydi, yomon bo'ladi deb buning oqibati javobgarligi bor. O'shaning uchun sizga ham, bizga ham yomon anaqa bo'lmasin. Kelib to'lovni to'g'rilab qilib berib keting, iltimos qilamiz. Agar bugun kechgacha anaqa qilib javob qilib aloqaga chiqmasangiz, biz kamera orqali qo'yishga majbur bo'lamiz. Hozir sizni to'g'ri tushungan holatda kameraga chiqarmadik, videosini chiqarmadik. O'sha kamera tepadan olib turibdi, o'sha videoni qo'yib yuborishga majbur bo'laman-da, ko'rgan, tanigan, bilganlar deb qo'yib yuborishga majbur bo'laman. O'shaning uchun iloji bo'lsa, o'zingiz mana videoni ko'ryapsiz, kelib tushunmovchilikni to'g'rilab ketsangiz yaxshi bo'lardi. Bugungi sana 16-sentyabr. Boya o'zi почти obedlarda soat 1:12lar atrofida kelib to'lovni qilib ketgansiz. Boshqa narsa ham olgansizlar, 2 marta to'lov, bittasini o'tkazmay ketib qolgansizlar. Kassadagi odam bo'yniga qolib ketyapti. Birov haqqi yomon narsa, kinayi. Kassamiz javobgar bo'lib qolyapti. Anaqani yana bir soat 1da, soat 1da. 1ga yaqinmi? Boshqa bo'lonchilar ham kelaveringlar bemalol sizlarga. Faqat to'lovni to'g'rilab bajarib ketingizlar. Shunaqa.